Shu o'rinda ayrim Qo'shtirnoq ichidagi jurnalistlar, muxbirlar, blogerlarga aytib qolardikki, kechqurun siz tinch uxlashingiz uchun harakat qilayotgan xodimlar xizmati evaziga kechqurun tinch uxlab, ertalab borib ularni muhokama qilib, ishini o'rganish va qo'polroq qilib aytganda ulardan o'zingiz aqlliroq qilib ko'rsatishingiz bu meni shaxsiy fikrim noshukrlikning bir turi deb bilgan bo'lardim. Xudo ko'rsmasin, tinchligimiz bardavom bo'lsin. Lekin ertaga bitta o'q ovozi eshitilsa, sizni bizni tinchligimiz uchun birinchi o'rinda oilasini, xalqini o'ylab chiqadigan shu xodimlar bo'ladi. Shuning uchun har qanday vaziyatda, har qanday ma'lumot olish uchun borganda, siz bilan bizni tinchligimiz uchun qilayotgan harakatlarini inobatga olgan holda shirin muomala bilan murojaat qilsangiz, men o'ylaymanki, har qanday ichki ishlar xodimi bunga ijobiy javob beradi. Shu o'rinda ayrim Qo'shtirnoq ichidagi jurnalistlar, muxbirlar, blogerlarga aytib qolardikki, kechqurun siz tinch uxlashingiz uchun harakat qilayotgan xodimlar xizmati evaziga kechqurun tinch uxlab, ertalab borib ularni muhokama qilib, ishini o'rganish va qo'polroq qilib aytganda ulardan o'zingiz aqlliroq qilib ko'rsatishingiz bu meni shaxsiy fikrim noshukrlikning bir turi deb bilgan bo'lardim. Xudo ko'rsmasin, tinchligimiz bardavom bo'lsin. Lekin ertaga bitta o'q ovozi eshitilsa, sizni bizni tinchligimiz uchun birinchi o'rinda oilasini, xalqini o'ylab chiqadigan shu xodimlar bo'ladi. Shuning uchun har qanday vaziyatda, har qanday ma'lumot olish uchun borganda, siz bilan bizni tinchligimiz uchun qilayotgan harakatlarini inobatga olgan holda shirin muomala bilan murojaat qilsangiz, men o'ylaymanki, har qanday ichki ishlar xodimi bunga ijobiy javob beradi.